Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi kunda deyarli barchangiz YouTube'da amerikanskiy kanal ochib 1-2 oy ichida soqqa qilishni boshlasangiz bo'ladi. Lekin bitta muammo bor. Bu hammada, ko'pchilikda men bu narsani o'rganib chiqdim. Deyarli 85% odamlarda content, ya'ni videoni qayerdan olish, videoni qanday tayyorlash degan muammo bor ekan do'stlar. Men o'zim shaxsan oldinlari sun'iy intellekt yordamida mana shu искусственный intellektda video tayyorlab yurmaganman, lekin bugun aynan sizlar uchun mana shu narsani o'rganib chiqdim. Bilasizlar, men internetda mana shu hamma narsani people tomonidan qidirib yuraman. To'g'risi bir tiyin rasvot qilgim kelmaydi. Shu sababdan ham bugun sizlarga искусственный intellektda, sun'iy intellektda bepul video tayyorlashni ko'rsatib, barcha sir, sekretlarini o'rgatib qo'yaman. Undan keyin o'zingiz bemalol mana shu sun'iy intellekt yordamida video tayyorlab YouTube'ga joylab monetizatsiyani vaqt soati kelganda soatlarni yiqqandan so'ng bemalol ulasangiz bo'ladi. Eng muhimi, bu videolar avtorskiy bo'ladi. Hech kimning haqqi, huquqi bo'lmaydi bu videolarni sizdan tortib olishga yoki YouTube ham hech qanday jalba tashlamaydi. Buni men to'liq o'rganib chiqdim. O'zim endi 10 yildan oshiq YouTube'daman. Shuning uchun qanday videolarga avtorskiy prava keladi, qandaylariga kelmaydi, hammasini albatta o'zim yaxshi bilaman do'stlar. Birinchi boyagi video yaqinda bilasizlar, YouTube haqida kurs boshladim. Bepul kurs, mana shu YouTube kanalim o'zida. Deyarli birinchi boyagi kursimizning birinchi videosi 40 mingga yaqin prosmotr yig'ib qoldi. Shunda meni Telegramga, lichkamga обращение qilganlarning 85% video tayyorlashda muammoga uchrayapti. Ya'ni ko'pchiligi ayollar, qizlar bo'ladi, ukalarimiz, aka-ukalarimiz hammasi mana shu sun'iy intellektda video tayyorlashga qiziqishar ekan. Mana shuni o'zlari bildirishdi va shu jumladan men ham shuni o'rganib chiqib, bugun sizlarga o'zim praktika qildim. O'z kanalimni ham ko'rsataman. Sun'iy intellekt yordamida qilgan videolarim, tayyorlagan videolarim qanchadan prosmotr olyapti, hammasini ko'rsataman. Men birovlarga o'xshab amerikanskiy kanalimni bekitib, siz boyaga bo'yab qo'yib bunaqa qilib o'tirmayman. Hammasini realni ko'rsataman do'stlar. Shu videoni boshlashdan oldin bitta like bosib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Yana mana shunday darsligimizni davom etamiz do'stlar. Darsligimizni bu ikkinchi qismi deb hisoblaysizlar, chunki video bo'lmagandan keyin biz darslikni darshni davom ettira olmaymiz. Shuning uchun bugun sizlarga videoni qanday tayyorlashni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan приложениyalar hammasini ko'rsataman do'stlar. Oddiy telefon yordamida. Eng muhimi, hammasini mana shu oddiy telefondan ko'rsataman. Shutobi hammada bunga dostуп bo'lishligi uchun. Qaranglar, birinchi mana ekran zapisi yoqaman telefonimda. Mana telefonimning ekraniga qarasanglar, 4 ta приложение bor. Birinchisi bu Chrome, ikkinchisi VPN do'stlar, обязательно kerak bo'ladi. Mana shu VPN ishlatsanglar, bu zo'r, haqiqatda juda ham katta skorost bilan ishlaydi. Bepul bu ham. Men boya pulli narsalarni olmayman, shuning uchun bu VPN sizlar boyagi nimadan qidirib topolmaysizlar. Google Play'dan. Buni mana Telegram kanalimiz silkasini tashab qo'yaman. O'shanga kelsanglar, o'sha yerga silkasini, skachat bo'lgan silkani tashab qo'yaman. Yo, mana uni o'zini tashab qo'yaman. Shundan olib turib ko'chirib olsangiz bo'ladi. Sababi buni men boyagi Google'ni nimasini o'zgartirib, geodanisini o'zgartirib, undan keyin skachat qilib olganman do'stlar. Bu VPN faqatgina Yevropa uchun ishlaydi, lekin zo'r ishlaydi. Men o'zim Rossiyadanman. Uchinchisi bu Power Director. Bu meni video montaj qiladigan programmam do'stlar. Sizlar xohlaganingizni ishlatsangiz bo'laveradi. CapCut'ni nima o'shani ham ishlatsanglar bo'ladi, lekin men 10 yildan beri mana shuni ishlataman. Bu juda ham qulay men uchun. Shuning uchun buni ham agar silkasi kerak bo'lsa, men prosta vizlon bo'lgan versiyasi do'stlar. Bu ham asli pul turadi. Play Marketda bor, lekin boyagi reklamni nimasi chiqib turadi tagida, lekin men buni vizlon bo'lgan versiyasini topganman. Buni ham bepulini topganman da xullas. Mana shuni ham men sizlarga web versiyasini tashab qo'yishim mumkin. Undan keyin albatta YouTube bu o'zi kerak bo'ladi. Nima uchun? YouTube'ga videoni joylashimiz uchun. Ya'ni men sizlarga yana boya yangi ochgan amerikanskiy YouTube kanalimni aynan mana shu nima bo'yicha, искусственный intellekt bo'yicha olib borayotgan videolarimni, qo'ygan videolarimni, prosmotrlarini ko'rsataman. Birinchi bizga kerak bo'ladigan narsa, birinchi VPN ni yoqib olamiz do'stlar. Bu boyaga aytgan narsam VPN orqaligina ishlaydi, faqat Yevropada do'stlar. VPN ga kiramiz, ozgina boshida kirish qiyin bo'ladi, lekin skorosi bomba, juda tez ishlaydi. Mana samый быстрый degan joyiga bosib turib,
Germaniya bu 3 ta davlat bu. Bu yerda biz mana Niderlandiyani tanlaymiz do'stlar. Eng tezi o'sha va tez podключение bo'ladigani ham o'sha. Bundan keyin biz lista qilib tashlamaymiz. Просто mana telefonning o'rtasini bosib, ekranda turaversin. Mana pastga tushirsanglar, misol uchun ishlab turgani qancha megabayt sekundiga bo'lyapti, hammasini ko'rsatadi. Endi VPN yoqqanimizdan keyin biz Chrome'ga kirib olamiz. Chrome'ga kiramiz. Chrome'ga kirganingizdan keyin diqqat qilinglar do'stlar. Chrome'ga любой odam kirsa, misol Maildan kirasizlarmi, Yandexdan kirasizlarmi, Googledan kirasizlarmi deb so'raydi. Albatta biz через Google kiramiz. Mana Google'ni bosdim, okey. Так, еще okey. Bo'ldi, mana qaranglar do'stlar. Chrome'ga Google orqali kirib oldik. Endi qiladigan ishimiz poistga Grok deb inglizchada yozamiz. Grok bu do'stlar, eslatib o'taman, искусственный интеллект. Mana shu boyagi bu sayt bo'ladi, grok.com. Bu shaxsan Elon Musk boyagi komandasiga tegishli. Elon Musk xullas приложенияsi yoki sayti desak ham bo'ladi. Buni приложенияsi ham bor, lekin sayti udobniyroq, shuning uchun sayt orqali sizlarga ko'rsataman do'stlar. Grok xullas bu Elon Muskniki. Mana grok.com ga kiramiz. Kirishimiz bilan Grokka do'stlar bizdan birinchi registratsiya bo'lish so'raydi. Qo'rqmanglar, registratsiya bo'lish qiyin emas, hech qanaqa kod kiymaydi, prosta registratsiya tugmasini bosasizlar. Undan keyin через Google akkauntingiz bor, любой Google akkauntini Google'ga bosib turib, любой Google akkauntingizni bitta bosasiz bo'ldi, avtomatik kirib ketadi. Hech qanday kod подтверждение narsalarni so'ramaydi. Manda registratsiya уже bo'lganman, hamma akkauntimdan registratsiyadan o'tganman, shuning uchun men уже войти deb kiraman do'stlar. Mana kimda уже bu Grok ishlatsa, просто войти deb kiraman. Tak. Bitta akkauntim orqali kirdim do'stlar. Bitta akkauntda sizlar bir kunda 25 tadan 30 tagacha video tayyorlay olasizlar. Tushundinglarmi do'stlar? Bepul, bir tiyin so'ramaydi. Sizlar misol uchun endi menga bitta akkaunt yetmaydi, 20 ta, 25 ta yoki 30 ta video kam desanglar, sababi bitta tayyorlangan videoni sekundi uzunligi 6 sekundgina bo'ladi. Lekin meni ko'rdinglar, mana menda 7 tami, 6 tami 7 ta akkauntim bor. Hammasidan podключение bo'lganman. Bu degani 6 ta 2 ta akkauntdan har kuni 25 ta 30 tadan video 6 sekundlik tayyorlasam, bilasizmi qancha uzun video tayyorlasa bo'ladi. Keyin ularni birga misol uchun qo'shib men video montajda ulab montaj qilib chiqamiz. Bu juda oson. Boshda o'rganib olsanglar, undan keyin bir kunda misol uchun 15 minutdan vaqtingiz ketmaydi bitta chotki videoni tayyorlashga. Birinchi qiladigan ishimiz do'stlar, mana shuni men videoni Grokda misol uchun искусственный интеллектda video tayyorlashni o'rgatishimdan oldin bitta narsani aytib qo'yay. Mana hammamiz alhamdulillah musulmonmiz, hammamiz musulmonmiz, ko'rib turganlar, o'zbekislar baribir hammamiz musulmonmiz. Shuning uchun bitta narsa do'stlar, bu yerda video tayyorlashda asosan faqatgina surat kerak bo'ladi. Bitta surat bilan xohlagan videolarni tayyorlasanglar bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, har xil misol kimdir yomon ko'rgan odami bo'ladi, kimdir ko'ra olmaydi, unday bo'ladi. O'sha odamlarning suratini olib, har xil behayo videolarni tayyorlab tashamanglar bu yerda. Allohdan qo'rqinglar do'stlar. To'g'risi men buni o'rgandim. Sizlarni misol bir gunoh ish qilsanglar, buni orqasidan shunga bir sababchi bo'lib qolmay, oldini olib qo'yay do'stlar. Erta qiyomatda ham javob berish uchun. Shuning uchun iltimos do'stlar, bu yerda behayo videolarni tayyorlamanglar, Allohdan qo'rqinglar. Maqsadimiz yaxshi, chiroyli video tayyorlab YouTube'ga qo'yib sovqa qilish, to'g'rimi? Fikr buzildimi, xayol buzildimi, o'sha ketdi degani. Ishingni ham o'ngidan kelmaydi, ish ham yurishmaydi. Shuning uchun birovlarni suratini so'ramasdan olib har xil videolarni tayyorlab internetga tarqatib o'rmanglar. Bu yerda ba'zan videolar shunday realistik, чисто живой odamdek chiqib qoladi-da, ba'zi videolar do'stlar. O'shalarni yerda yaqinlari, turmush o'rtog'im yo birortasi ko'rib qolsa, sizlar sababchi bo'lib, yerda oilasiga zarar tegib qolmasin. Shuning uchun men eslatdim do'stlar. Chiroyli, yaxshi video tayyorlaylar, o'zingizning suratinglarni mard bo'lib, o'zingizning suratinglarni ishlatinglar. Internetdan olib boshqalarning suratlarini ishlatib, video har xil behayo videolarni tayyorlamanglar. Xullas kelishdik do'stlar. Endi davom etamiz. Qaranglar do'stlar, bu yerda birinchi qiladigan ishimiz mana tepadagi 3 ta chiziqchaga bosamiz va image degani, ya'ni surat bo'limi bilasizlar, o'shanga bosamiz.
o'shanga bosganimizdan keyin bu yerda уже manda mana nima deydi, avtomatik kimlardir so'zlab qilgan suratlar chiqadi, hammanglarda ham. Bu yerda mana suratni belgisiga bosamiz. Internet misol o'zimizni telefonimizdan xohlagan suratimizni tanlab olamiz. Masalan, men o'zimning suratimni, men birovga olmayman, o'zimning suratimni misol bosaman, загрузить faylni bosaman. Undan keyin mana yangi boyagi suratlardan bittasini o'zimnikini, qaysi birini, mana shuni oxirgisini shunday загрузка qilaman do'stlar. Surat biroz 15 sekund, 20 sekundda загрузка bo'ladi do'stlar. Hozir suratimiz megabayt kattaroq, shuning uchun kechroq загрузка bo'lishi ham mumkin. Bu suratni endi nimasiga qaraydi? Ham internetga ham qaraydi. Internet endi Rossiyada o'zingizlar bilasizlar, g'irt rasvo. Tak, mana qaranglar do'stlar. Realni o'zimning suratimni mana tayyorlab oldimmi? Endi qiladigan ishimiz mana birinchi. Изменить изображение degan joyi bor do'stlar. Mana shu yerda orqa fonni sizlar xohlagan narsaga o'zgartirsanglar bo'ladi. Tak, qaranglar. Bu yerda o'zbekcha prompt degani, ya'ni prompt degan narsa yoziladi. Prompt degani bu, ya'ni misol uchun siz искусственный intellektga buyruq berasiz, lekin buyrug'ingizda nima qilishingizni o'sha to'liq aytib bergan bo'lasiz. Tushunyapsizmi? Xullas mana shu videoda shunday narsalar bo'lishi kerak deb to'liq yozib berasiz. O'zbekcha yozsangiz bo'ladi, faqat adabiy tilda yozinglar. Adabiy degani endi maktabda insho, bayon yozasizlar, o'sha tilda o'shanday qilib yozinglar. Boyagi shivada yozib tashlasangiz tushunmaydi-da bu guruh boyagi искусственный интеллект. Shuning uchun bayon, boyagi insho yoziladi-yu maktabda. Xuddi ana shu qanday yozilsa o'shanday tushunarli tilda yozinglar. Lekin men ruschada yozaman, sababi men ruschada to'g'riroq, yaxshiroq tushuntirib beraman va ruschada mana uni bosib turib gapirsam yozadi, tezroq. Men buni sharaqa yozib o'tirmayman. Prosta mikrofonni bosib ruscha gapiraman, yozilib qoladi. Va ruschani to'g'riroq yozadi, misol Google. Shuning uchun ruschada yozaman. Prompt. Masalan, qaranglar. Prompt birinchi meni qiladigan ishim suratni qo'ygandan keyin o'zimni misol uchun mana shu yerda mana qaranglar. Prosta sizlarga misol bu yerda suratni montaj ham qilish kerak emas. Birinchi prosta suratni yaxshi joyga bir joylab olamiz mana. Покажи мне полный рост этого человека deyman. Qaranglar. Покажи мне полного рост этого человека. Bo'ldi. Bizga ikkita uchta bo'ya variantlarni ko'rsatadi. Lekin sal suratni ko'rinishi o'zgarishi mumkin, lekin buni hech qancha ahamiyati yo'q. Do'stlar, mana qaranglar mana. Bir yo'q, sal nitoqroq ko'rinib qoldim, qandaydir bo'yim bu darajada nima emas. Покажи мне. Qaranglar, endi yana promptga o'zgarish kiritamiz. Покажи мне полного роста этого человека. Qaranglar, bu yerda sal xitrlik qilsa ham bo'ladi-da. Этот парень в высоком rosте и накачанный. Qaranglar. Накачанный qilib ko'rsatib chiqarib beramiz. Ko'ryapsizlarmi mana? Qaranglar, как будто тренировка qilib yurgan deyman-da. Stop. Mana do'stlar, endi o'zingizdan suratingni qo'yib, xohlaganday kiyintirib, kiyimini o'zgartirib, buni kiyintirib, uni kiyintirib deb boyagi promptga yozasizlar, o'zgartirib beradi. Endi misol uchun qaysi biri yoqqan bo'lsa, men kiraman. Kirib turib изменить изображение deyman. Post. Hozir do'stlar. Endi qaranglar, men mana shu o'zimni mana shu suratimni shu turishida qo'limga katta bolg'a ushlataman va o'rmonda boya daraxtlarni chopayotganimni promptini yozaman. Prosta. Buni aslida boku, bu suratini o'zgartirmay pramo videoda qilsa ham bo'ladi, lekin bepul videoni nimasi ozroq-ku, shuning uchun ham men imенно suratni avval tanlab olib, yaxshi qilib, keyin videoga aylantiraman. Do'stlar, shunda oson bo'ladi. Так. Пусть этот парень держит в своих руках большой топор и в лесу рубает дерево. Так. Ругает bu qopti. Qaranglar do'stlar, endi qanday surat chiqarib beradi bizga искусственный intellektimiz. Xo'p. Bir
uyqu so'ragan basharroq qilib qo'yibdi do'stlar. Mayli, buni uncha nimasi yo'q. Promptni qanchalik chiroyli yozsang, qanchalik tiniq yozsang, misol yuzi bunday bo'lsin, yuzi bunday bo'lsin, achkisini olib tashlab, sochi bunday bo'lsin, prichoskasi bunday bo'lsin. Xullas, nima yozsang shuni chiqarib beradi. Ko'ryapsizlarmi? Montaj qilishi, suratni montaj qilishi ham keragi yo'q. Mana yoqqa kirib turib, buni razmerlarini o'zgartirsa bo'ladi. Men hozir shorts tayyorlayapman, lekin buni ham ko'rsataman. Katta videolarga ham tayyorlasa bo'laveradi. Mana shu yerga kirib turib, videolaringizga obloshkalarni ham sharaqqilatib, prosta yozib berasizlar, o'zi cho'tka qilib tayyorlab beradi. Do'stlar, mana kesib o'tirmaysizlar videoni, to'g'rimi? Boyagi nimalarga kirib turib. Mana uni kiramiz do'stlar. Endi video tayyorlaymiz. Video tayyorlash uchun mana pastda настроить video degan joyi bor, mana изменить изображение emas, pastdagi настроить video. Qaranglar. Nimani yozaman promptda? Этот парень несколько раз ударил дерево своим топором, и внезапно из дерева вышла лошадь. Ko'ryapsizlarmi? Hozir mana shunaqangi videolar trendda bo'lyapti-da. Endi mana prosta загрузкani bosaman, pastda загрузка ketyapti. 20 sekund, 15 sekundda bitta videoni tayyorlab beradi do'stlar. Video yoqmasa yana boshqatdan nima qilaverasizlar. Keyin videoni hozir men super kачество qilib skachat qilib olishni ham o'rgataman. Hech qanday reklamni nimasi bo'lmaydi. Originalni video bo'ladi, o'zingizniki bo'ladi. Va avtorskiy prava tushmasligi uchun bitta sekretni ham o'rgatib qo'yaman. Qaranglar, ko'rib turamiz, hozir boshlaydi ishlashni. Ya'ni daraxtni o'rishni boshlaydi. Va ko'rdingizmi do'stlar? Keling, yana bitta повторить bosamiz. Mana shu promptni o'zini o'zgartirganimiz yo'q, prosta повторить bosdik. Agar sizga video yoqmay qolsa, mana shunday promptni yana boshqatdan загрузка qilasizlar videoni, boshqa video tayyorlab beradi. Endi bu yerda bitta narsa bor, faqatgina 6 sekund video bo'lyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, hozir men sizlarga qanday qilib uzunroq video tayyorlashni o'rgataman do'stlar. Lekin bu yerda agar kompyuterda bo'lsa qulayligi bo'ladi, sababi prosta promptni bo'ya сохранить последний kadr deganni bosib qo'ysa, ketma-ket ulab ketaveradi videoni. Lekin bizniki telefonda bo'lgani uchun men telefondan tushuntirib beraman. Bunda sal qiyinroq bo'ladi, ishi ko'proq, lekin shuni ham tushunib olasizlar to'liq. Albatta videoga like bosib qo'ygan bo'lishinglar kerak, shu paytgacha agar ko'rgan bo'lsanglar. 10 minutdan o'tdi-yu videomizni. Mana qarang, uje boshqa video. Yo'q, bu nito bo'ldi. Birinchi sal bo'limingda. Yo'q do'stlar, xullasda bu video menga umuman yoqmadi. Yangi suratda загрузка qilaman va o'shani qanday qilib davom etib ketayotganimni, videosini qanday tayyorlashimni ko'rsataman do'stlar. Так, qaranglar, prompt yozaman. Этот парень, yo'q. Этот парень шпаклюет стену с помощью красного шпаклевку. Пусть продолжает свою работу. Mana qaranglar do'stlar. Bu yerda o'sha men oldinroq tayyorlagan videomni screenshot qilib olingan oxirgi kadri do'stlar. Hozir men prosta sizlarga qanday qilib uzun video tayyorlashni ham o'rgatib qo'yay. Sababi 6 sekund video bu YouTube uchun bo'lmaydi. YouTube'da shorts video qo'yaman desanglar 15 sekunddan 25 sekundgacha bo'lsa, ana shu eng zo'r boyagi uzunlik videoniki, shortsda aynan. Endi agar katta video tayyorlayman desanglar, YouTube'da katta videolar do'stlar qaranglar, 4 minutdan 15 minutgacha bo'lgan videolar eng zo'r bo'ladi. 8 minutliklar bor, 8-9 minut vaqti zo'r bo'ladi katta videolar uchun. Qaranglar. Masalan, mana bitta videomiz tayyor. Endi biz prosta mana shu videoni davom ettirishimiz kerak. Ikkinchisida, buning uchun birinchi mana bu tepada 3 ta точкаga bosasizlar, улучшить качество video deganni bosamiz do'stlar. Bu degani bizga hozir HD formatidami yoki Full HD formatidami qilib beradi videoni o'z ko'ramiz. HD menimcha. Mana HD formatiga o'tdi. Tepada ko'ryapsizlarmi? HD ga o'tgandan keyin pastda mana skachat deganning belgisi bor. Mana skachatni bosamiz.
6 sekundlik videomiz hozir necha megabayt bo'lganligini ham ko'rsatadi mana. 171 megabayt ekan 6 sekundlik video. Endi bu video bizni telefonimizga tushdi do'stlar уже. Qaranglar, buning uchun mana promoy nimaga kiramiz? Galereyamizga kirib olamiz mana. Galereyaga kirganimizdan keyin hozirgi mana tayyorlagan videomiz mana do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Bu video mana. Hozirgina skachat qilib olingan video. Hech qanday reklamasi yo'q. Ko'ryapsizlarmi? Mana reklamasiz. Tibtana video. Endi qaranglar, 6 sekund xolos-da mana davomiyligi 6 sekund. Bizga endi uzunroq video kerak. Buning uchun biz mana eng oxirgi kadrni olamiz do'stlar mana. Eng oxiriga bu prosta mana videoni eng oxiriga yetkazib turib. Bu yerda hozir prosta nima ham turibdi? Buni yo'q qilay. Screenshot qilamiz. Screenshot qilamiz videoni oxirgi kadrini. Bundan keyin bu qilgan screenshotimizni обрезать qilib turib, kesib turib, boyagi shorts formatida 9 ga 16 qilib saqlanib qilamiz. Va yana grokka qaytib kirib, boshqatdan boyagi загрузка fayl qilib, hozirgi screenshot qilgan oxirgi kadrimizni qo'yamiz do'stlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana oxirgi kadrimiz. Endi bu yerga yozamiz. Prompt. Пусть он продолжает шпаклевать стену с помощью красного шпаклевку. Bu o'sha davomi bo'ldi. Ko'rdingizmi? Aynan shu to'xtagan joyda yana davom etadi. Mana shunday qilib, misol uchun siz o'ngga qarab shpaklyovka qilishni boshla. Pastga qarab boshla, misol шпаклюй вниз, шпаклюй вверх или правый вверх, misol правый, левый stорону стену deysizlar. Xullas, mana shunday qilib polni aytasizlar, bu o'zi keyin siz aytganga qarab shpaklyovka qiladi. Mana qaranglar. Masalan, bu yoqda yoki yoqmadi. Yoqmagan bo'lsa bitta повторni bosasizlar, videoning to'g'ri bo'lsa-da. Misol uncha yoqmadi, to'g'ri. Chizig'i sal o'xshamay qoldi-da. Birinchi chiziq. Qaranglar, o'tib ketyapti, ana pastdagi chiziq holi ham qolib ketgan. Shuning uchun bu menga uncha yoqmadi. Realistikroq chiqsin deyapman-da. Mana boshqatdan hech nima qo'shmadim promptga, prosta повторить bosdim, boshqacharoq video qilib beradi. Endi xo'p. Ozgina kutib turamiz do'stlar. Ba'zan shunday bo'ladi. Mana qotib qolsa bu degani o'ldi, tinchidi degani emas do'stlar. Hozir ozgina turib boshlaydi. Sababi bu internetga bog'liq. Endi Rossiyada internet misol uchun Qirg'iziston, O'zbekistonda 10 yil oldin qanaqa bo'lsa, hozir batta shunaqa bo'lib qolgan. To'g'ri tushunish kerak. Bechoralar. Davay. Mana. Qaranglar, bo'ladi-da, endi bo'ladi. Misol yana bosam ham ulучшить качество degan har bitta videoga bosishni unutmanglar do'stlar. Shunda HD formatida videongiz bo'ladi, shunday skachat qilib olasizlar do'stlar. Bo'ldi, HDga o'tdi va mana qarang. Skachatni bosaman. Tak, keling endi tezda yana bitta ko'rsatay. Qanday qilganimiz, чтобы esinada qolish uchun do'stlar bu narsa mana. Ikkinchi videomiz ham skachat bo'ldi. Men kiraman, videoni qo'yib turib oxirgi kadriga nima qilib, misol uchun men sizlarga prosta направленияni ham qanday qilib ko'rsatishni ham o'rgatib qo'yay. Shunda yaxshiroq tushunasizlar prompt yozganda. Bunda lekin qaranglar, bunday qilib turib chiroyliroq joyini qilib to'xtatsanglar ham bo'ladi, faqat montajda o'sha joyini kesishga to'g'ri keladi. Tak, mana. Ikkinchi videomizni ham screenshot qildik. Уже misol uchun 12 sekundlik video bo'ldi. Biz prosta o'sha videolarni montaj programmada bir-biriga ulaymiz mana. Yana screenshotni boyaga 16 ga 9 qilib saqlanib qildim. Mana qaranglar. Bu yerga mana yana hozirgi oxirgi screenshotimizni qo'yamiz. Gatovani bosaman. Va endi promptga men qayerga qarab shpaklyovka qilishini kirgizaman. Qaranglar.
Пусть этот мастер продолжает шпаклевать стену с помощью красного шпаклевка. Ikkinchisi. Пускай шпаклюет нижнюю часть стены. Стену. Покажи все издалека. Uzoqroqdan ko'rsatmasin deganman, чтобы hamma kattaroq kadr bilan, uzoqroq kadr bilan ko'rinsin degan maqsadda. Va boyagini mani bosgan zagruzkani. Prompt bo'yicha video tayyorlab beradi. Endi do'stlar, bu yog'i o'zingizning fantaziyangiga bog'liqda. Mana misol искусственный intellekt endi o'rgandim dedim-ku. Shuning uchun ham bu yog'i endi sizlarning fantaziyangiga qarang. Mana pastga qarab ko'ryapsizlarmi mana? Xuddi promptga yozganimdek kadr uzoqlashyapti, uzoqroqdan ko'rsatyapti. Bo'ldi mana. Endi yana men tepada uchta tochkaga bosaman, ulashib качество videoni bosaman. HD formatga o'tishini kutib turaman ozgina. O'tgandan keyin buni skachat qilib olaman. Bo'ldi. Skachat bo'ldi. Bu videomiz 185 megabayt. Endi qiladigan ishimiz 3 ta video bo'ldi, 6 sekundli, 18 sekund bo'ladi, hammasini bir-biriga qo'shib chiqsak. Buning uchun birinchi boyaga nimaga kirib olaman, montaj programmaga новый proyekt deganni bosaman va bu yerda mana skachat bo'lgan bo'limga tushadi. Birinchi video mana 1 2 3 dali. Qaranglar do'stlar. Hop. Hop. Ko'ryapsizlarmi? Как будто kadr bitta deb bo'ldi mana. Buni qanday bo'lishini ham o'zingizlar boya ko'rdinglar videodan. Xullas buni bunday qilib, nima qilgandan keyin sal tezlashtirsa ham bo'ladi yo sal sekinlashtirsa ham bo'ladi, videoni farqi yo'q, bo'ldi. Misol uchun eng muhimi mana qilgan videomizda muzika yo'q, ko'ryapsizlarmi? Sizlar ham mana shunday qilib video tayyorlayman do'stlar. Prosta promptga yozinglar, biz muzika yozinglar, biz muzika prosta boyagi ishlagan shpatillarning o'zini zo'rg'i bor. Qaranglar, mana baland qilib ko'rsataymi sizlarga. Ko'ryapsizlarmi? Xullas, mana shunaqa gaplar do'stlar. Bu yerda bitta variant boyaga qilgan videoyni bo'ldi, mana qildik. Endi xohlagan YouTube kanalingizga joylayverasiz. YouTube kanaliga qanday qilib video joylashni birinchi kurs darsligimda o'rgatganman to'liq do'stlar. Buni hozir men sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, birinchi o'rinda bu yerda искусственный intellektda video tayyorlagandan keyin avtorskiy prava tushmasligi uchun sizlar qiladigan narsa o'zingizning suratingizni ishlatinglar, iltimos do'stlar. Ko'ynani suratini ishlatinglar, lekin opa-singlinglarni suratini ishlatmanglar do'stlar. To'g'risida qiz bolalarning suratini bu yerga ishlatmanglar. O'zingizlarni yaqin do'stlaringizning suratini ishlatib yaxshi video tayyorlasanglar bo'ladi. Videoning orqa fonida muzika bo'lmasa bo'ldi. Hech qanaqangi avtorskiy prava tushmaydi. Endi boya sizlarga va'da berganimdek, mana shu videolarni tayyorlab qo'ygan kanalimni ko'rsataman dedimmi? Ko'rsatmayman. Aytmabsizlar ham sizlar. Buning uchun mana bosamiz YouTube'ga, shuning uchun men qo'yib qo'ygandim, mana YouTube'ga kiraman do'stlar. Aynan shu искусственный intellektda tayyorlagan videolarim qanchadan prosmotr olayotganini hozir ko'rsataman mana. Bu yangi kanal do'stlar, mana Preti kanal, inglizskiy kanal, inglizcha kanal, ya'ni amerikanskiy kanal bo'ladi YouTube'da. Mr. Doston deb ochganman, 232 ta подписчик bo'ldi, video 66 ta bo'ldi. Buni ko'rsanglar, 2-noyabr kuni ochilgan bu kanal, ko'ryapsizlarmi? 2-noyabrdan beri video joylayman. Общий videolarning prosmotri 553.970 ta prosmotr, bu normalniy natija. Bu kimnikidir o'xshab ketadi. Men искусственный intellektda videoni tayyorlab bunga qo'yishni yaqinda boshladim. Hatto videolarni hozir ko'rsataman. Realni original o'zimni o'ylaga ishlagan videolarimni oldingilari, misol hech qanday искусственный intellektga bog'liq videolar emas, mana oldingilari 36 mingta, 40 ming, 50 mingtaligi ham bor edi, qayerdadir adashmasam.
Oxirgi payt mana so'nggi paytlarda sun'iy intellektda ham video yasab qo'yishni boshladim. Mana искусственный intellektda ham 8 mingta prosmotr, 14 mingta prosmotr, mingta har xil mana prosmotrlar bo'lyapti. Mana endi ko'ring mana искусственный intellektda yasagan videomni bittasini. Mana do'stlar, o'zimni yangi ochgan amerikanskiy YouTube kanalimni ham ko'rdinglar. Mana shunaqa gaplar. Hozirgi videoni ham mana shu Grokka Beeple versiyasi orqali yasaganman. 6 sekund qilib keyin ulab chiqqanman. Endi do'stlar, mana bugungi video roligimizda qanday qilib искусственный intellekt orqali Beeple video yasashni o'rganib oldinglar. Shorts videolarni keyingi boyagi nimalarda, keyingi darsliklarimizda ham yana katta videolarni qanday qilib tayyorlash kerak, qanday qilib kачествосini undan ham zo'r qilish kerak, bular haqida ham ma'lumot beraman. Bugun videomiz cho'zilib ketmasin. Kimdir YouTube kanalini ochib, yaxshi nastroyka qila olmagan bo'lsa, amerikanskiy boyagi nastroykalarni to'g'ri sozlanmagan bo'lsa, YouTube kanalini to'g'ri ochish uchun, to'g'ri sozlash uchun birinchi mana shu YouTube bo'yicha qo'ygan mana shu kanalimdagi birinchi video Beeple kursligimni. Kursini do'stlar mana shu yerga hozir chiqarib qo'yaman, adashmasam.